Assalomu alaykum. Bugun yangiliklar dasturi. Madaniy ma'rifiy yangiliklar bilan sizlarni tanishtiramiz. Xabaringiz bor, shu kunlarda Qozog'istonning qator hududlarida vatandoshlar jamoat fondi hamda hamkor tashkilotlar tomonidan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Navro'z umumxalq bayrami munosabati bilan tashkil etilgan tadbirlarda talabalar bilan muloqotlar, milliy kino namoyishlari va ona yurtimizni tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlar ijro etilmoqda. Ushbu tadbirlar yurtdoshlarimizni bir maqsad milliy birdamlik yo'lida jipslashtirayotgani bilan ahamiyatlidir. Jarayonlardan muxbirimiz Yusufjon Yunus xabar qiladi. Kasbiy to'lqinlar qirg'oqqa urilayotgan Aqtau shahri bugun o'zgacha shukuh og'ushida. Vatandoshlar jamoat fondining navbatdagi manzili ayni shu yer bo'ldi. Bu yerda tili bir, qoni bir, orzulari mushtarak bo'lgan vatandoshlarimizning uchrashuv, diydori bor. Aytish lozim, fondning asosiy maqsadi ham shu, ularni bir maqsad yo'lda birlashtirishdir. Tadbirlar yoshlar va talabalar bilan uchrashuvdan boshlandi. Muloqot davomida ta'lim sifati, ishga joylashish, chet tillarini o'rganish hamda milliy qadriyatlarimiz targ'iboti kabi masalalar qizg'in muhokama qilindi. Eng muhimi, xorijda sohasining yetuk mutaxassisi bo'lib yetishish va kelajakda vatanga qaytib, yurt ravnaqiga hissa qo'shish borasida fikr almashildi. Vatanga kerakligimizni, yurtimiz bizni hech qachon unutmasligini angladik, deydi yoshlar. Qoraqalpog'iston Respublikasi Qalliqo'l rayoni 22 maktabda o'qiyman. Жалпы men iqtisodiyot bölümü boyunca 2 kurs talabasiman. Kelib o'qiyotganim 2 yil bo'ldi. Және де осы Ақтау шаһарындағы студенттер координаторымын. Жалпы осылай бізге келіп көмектесіп отырған, бізге жиналыстар өткеріп, өздеріміз ұсыныстарымызды тыңдап, және де өздерінің киноларын алып келіп, солай көмектесіп, біздердің сұрақтарымызды қабылдап жатқан Vatandaşlar fonduna, және де мемлекетіміз президенті Шавкат Мирзиевқа, және де бәріне рахмет айтамыз. Vatandaşlar fondiga davlat rahbarimizga kattakon rahmat, shunaqa tadbirlar o'tkazib berayotganiga. Bu birinchi marta emas, o'tmoqda katta tadbirlar o'tkazishi o'tgan yil fevral oyida bitta bo'ldi. Chunki shundan keyin Navro'z oyida bitta katta Navro'z qilib berdi bizlarga. Unga ham katta rahmat. Hozirda Navro'zga keldik. Vatandaşlar fondi bizni qidirib kelibdi. Biz bunga besamimiy kattakon rahmatimizni aytamiz. Chunki baribir endi boshqa chet elda yurgan studentlarga bu katta bir qo'llab-quvvatlash. Chunki ota-onamiz endi boshqa tarafda, o'zimiz ham endi O'zbekistonni sog'inamiz deganda-yu. Shundan so'ng O'zbekistonda yuz berayotgan islohotlar, yoshlar siyosatining ustuvor yo'nalishlari va yangi ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi loyihalar taqdimoti o'tkazildi. Shuningdek, milliy filmlarimiz namoyishi yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Vatandoshlarimizning ko'zidagi g'ayrat va ona yurtga bo'lgan sog'inchi muloqotning mazmun-mohiyatini ko'rsatdi. Odamni odam qilgan kitob. Odamzod qilgan esa kutubxona deb yozilgan ushbu maskan Mang'istov viloyat kutubxonasi. Ayni 430 mingdan ortiq kitob fondiga ega ushbu maskanda o'zbek kitoblarini ham uchratasiz. Delegatsiyamizning navbatdagi manzili ayni shu yer bo'lib, bu yerdagi o'zbek kitoblari bilan tanishdi va ushbu ziyo maskanni o'zbek kitoblari bilan boyitish bo'yicha kelishuv amalga oshirildi. Tadbirning keyingi manzili Aqtau shahridagi Do'stlik uyi bo'ldi. Bu maskanda turli millat vakillarining madaniy markazlari, xususan o'zbek va qoraqalpoq etno markazlari ham samarali faoliyat yuritmoqda. Vatandoshlarimiz barcha milliy bayramlar va do'stlik kunlarini aynan shu yerda hamjihatlikda nishonlab kelishadi. Yangiliklardan yana bizga eng quvonchligi mana sizlar biz izlab kelib ko'p tadbirlar o'tkazadi. Haqiqatda biz o'zimizni o'zbek tilimizni, urf-odatlarimizni saqlab qolishga, bu yerdagi o'zbeklar bir-birimizni qadrlaymiz. Vatandoshlar jamoat fondi milliy madaniy markazlarga kitoblar to'plami, milliy liboslar hamda an'anaviy cholg'u asboblarini sovg'a qildi. Milliy kuy-qo'shiqlar yangraganda masofalar qisqarib, dillar birlashdi. Mana san'atkorlarimiz o'zlarining san'atlari bilan butun xalqimizni minnatdor qilib, mana O'zbekistonning san'atini Qozog'istonda ko'rsatib, vaqtimiz xo'sh bo'ldi, rahmat, katta rahmat. Shu chegaralarimiz ochilib, O'zbekiston, Qozog'iston do'stligi abadiy bo'lsin. Albatta O'zbekistonni his qildim. Men tug'ilgan Kuhnavoha shuhratin olam bilar. Ko'p zamonlar ko'p shoira unga ash'or bitdilar. Dongini men ham jahonga bon ko'rib aytkim kelar. Xorazm farzandiman men, Xorazm farzandiman. Men tug'ilgan Kuhnavoha shuhratin olam bilar. Albatta biz O'zbekistonning farzandlarimiz, shu vatanimizning nafasi, vatanimizning shamoli ufurib bizga yetib kelganday bo'ldi. Rahmat katta. Vatandoshlarimizni, talabalarimizni ko'zdagi quvonchni ko'rib, biz yana ham zavqlanib, ularga o'zimizning milliy qo'shiqlarimizdan kuylab beryapmiz. Tadbirlar juda ham chiroyli bo'lyapti. Eng asosiysi
vatandoshlarimizni yurt sog'inchini sezyapmiz, qo'shiqlarimizga, kuylarimizga bo'lgan, san'atga bo'lgan mehrini sezyapmiz. Qaysidir ma'noda milliy qo'shiqlarimiz bilan yurtdoshlarimizni, vatandoshlarimizni oz bo'lsa-da o'sha yurt sog'inchini taftini bosishga harakat qildik. Biz bundan juda ham mamnunmiz, xursandmiz. Bunday uchrashuvlar madaniy va xalq diplomatiyasining eng yorqin ko'rinishi bo'lib, xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Zero vatandan uzoqda yashayotgan har bir yurtdoshimiz O'zbekistonning bir bo'lagi va uning xorijdagi ma'naviy elchisidir. Vatandoshlarning tadbirlari davom etadi. Yusufjon Yunus, Nig'mat Mirzayev bugun dasturi uchun Qozog'istondan maxsus.